Men Sattorov Mirzobek, Jo'rabek o'g'li. Yoshim 21 da. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti 2-kurs talabasiman. Birinchi men san'atga kirib kelishimga o'zimning otam sababchi bo'lganlar. Keyin o'zlari yetalab musikalniy maktabga olib borib qo'yganlar. U yerda 5 yil tahsil olib, Toshkent madaniyat kollejida o'qiganman. U yerda bitirib 2023-yil O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti talabasi bo'ldim. Ustozlarimizdan maqom saboqlarini olib, ustozlarimizni aytgan qo'shiqlarini eshitib, ularda ijod namunalarini tinglab kelmoqdamiz. Bizda oilada san'atkor yo'q. San'atga qiziqishim birinchi qo'shiq aytganim Alisher Fayzni davralarda o'ynasin onam degan qo'shiqni aytganman. Birinchi 9 yoshimda bitta to'yda aytganman shu qo'shiqni. Eshitib qolishib, iqtidori bor, buni musikalniy maktabga olib borish kerak deyishgan. Keyin o'shanda otam musikalniy maktabda an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha ustozni qo'llariga topshirganlar. O'shandan keyin san'atga qiziqishim ortib, musikalniy maktabda o'qib, shu kungacha keldik. Birinchi otam sababchi bo'lganlar. Meni shu san'atga kirib kelishimga yordam bergan otajonim bo'ladi o'zimni. Birinchi tahsil olgan ustozim menga shu qo'shiqni boshlash, o'rgatgan ustozim Fayzulla Niyozov bo'ladilar. Ustozga katta rahmat aytaman. Keyin Toshkent madaniyat kollejiga kelib, Nuriddin ustozda o'qidik. Yana ustozlarimizdan Rifatilla aka ustozda o'qiganmiz. Alloh rahmat qilsin, Mahmudjon Tojiboyev ustozlarimizni qo'llarida tahsil olganmiz. Hozirda institutda Shuhrat Qoraboyev ustozda tahsil olyapmiz. Institutimizda ko'pdan ko'p xalq hofizlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega bo'lgan ustozlarimiz ko'p. O'shalardan aytgan qo'shiqlarni, o'shalarning o'gitlarini olib kelmoqdamiz. O'zbekiston xalq hofizi Beknazar Do'smurodov ustozimiz, bu ustozimizning ustozlari Orifxon Xatamov. Men ham shu ustoz Orifxon Xatamovga havas qilaman. Masalan, o'sha kishining yo'nalishlariga, o'sha kishining tambur chalishlariga, o'sha aytgan qo'shiqlariga havas qilib kelaman. Ustozlarimiz qo'lida tahsil olib, shu maqom saboqlarini o'rganib, xalqaro tanlovlarda ustozlarimiz olib borib, yosh ijrochi, yosh maqomchi, Ozarbayjonda bo'lib o'tgan, Baku shahrida bo'lib o'tgan mug'om tanlovida ham ishtirok etib kelganman. Unda sertifikat bilan taqdirlangan. Keyin o'zimizda bo'lib o'tgan yosh ijrochi maqom ko'rik tanlovida faxriy 2-o'rin, yoshlar festivali bo'lib o'tdi yaqinda. Unda faxriy 1-o'rinni olib qo'lga kiritdim. Farzandi bir yutuqqa erishgan payti hamma ota-ona ham xursand bo'ladi. Masalan, men sahnaga chiqqan paytim, televideniyadan ko'rilayotgan bo'lsa, bir og'iz onamga telefon qilib qo'yaman. Onajon, shu kanaldan chiqyapman deb. Ular masalan ko'rishadi-da, xursand bo'lib ko'rishib, dadam ham xursand bo'lib, keyin o'rin olib qolsam, qarindosh, urug', ko'chada ko'rganlar, o'g'ling televizordan chiqdi, o'g'ling faxriy o'rinni oldi deganda, o'sha ota-onani xursandchiligi deb o'ylayman-da. Oila davrasida o'tirsak, ko'pincha amakim kelalarda, "Qani tamburini ol, bitta qo'shiq eshitaylik" deydilar. Har doim. Kuyladilkash, kuyladilkash dutorim Xumorim yoz, xumorim yoz, xumorim qalb sadosi bo'lib yangrar qo'limda yoraylalay tinglab orom olsin suyukli yorim tinglab orom olsin suyukli yorim. Shu oila davrasida ham san'at ichida bo'lmasa ham, lekin qiziqish bor. Masalan, tondan ketib qolish, yo'qsa qo'shiqning so'zlarida xato bo'lib qolsa, bemalol aytadilar, "Sen mana shu joyda shu xatoni qilding." Chunki ular san'atda bo'lmasa ham o'sha eshitib, boshqa qilib yurib o'rganganlar. Masalan, dadajonim oldida qo'shiq aytayotgan paytim men o'zim hayajonlanaman. Chunki dadam birinchi navbatda qo'shiqda so'ziga e'tibor berib turadilar. Masalan, so'zdan ketib qolsam, "Sen shu so'zdan ketib qolding. Shuni qaytda anaqa qilib ko'r" aytadilar. Yoshlar ovoziga oldin qatnashganman, respublikagacha chiqib kelmaganman. Bu tanlov haqida birinchi o'zi botdan ro'yxatdan o'ting deydi. Birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tdim.
Keyin birinchi anaqa sektor bosqichi bo'ladi. Sektor bosqichidan o'tib, faxrli birinchi o'rinni olib, tuman bosqichiga chiqib, tumandan ham birinchi o'rinni olib, viloyatga chiqdik. Viloyatda ham ustozlarimiz Orifxon Xatamovni begonalardan degan qo'shiqlarni aytib, faxrli birinchi o'rinni olib, respublika bosqichiga yetib keldik. Bu tanlov yoshlarga o'z ijod namunalarini sahnaga ko'rsatish, ustozlarga ko'rsatish. Masalan, do'st orttiramiz o'zimizga. Ularning ijrosi bilan o'zimiz ijromizni solishtirib ko'ramiz. Bu tanlov yoshlarning o'z ijod namunalarini ko'rsatib berish, kashf etish. Barcha ishtirokchilarga omad tilab qolaman.